Assalomu alaykum qadrli vatandoshlarim va tildoshlarim. Umidki hammalaringiz sog' va salomat Allohning panohida yashab yurgan bo'lsangizlar. Bugunlar xushbaxtona medialar orqali va rasonahoy jamii orqali ko'ramiz va eshitamiz bir ta'dod buzurgvorlarimiz, shaxsiyatlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz va adib hamshiralarimiz kecha kunduz tinmadan ona tilimiz uchun kurashib, mujodala qilib, muboriza qilib yurganlar. Ulardan ko'pdan ko'p minnatdorlik va tashakkurlik qilsak joyidir. Va xoladim men ham bu mavzu orqali bir ikki kalima suhbat etsam. Aslida ona kalimasi muqaddas bir kalimadir. Ona o'zi muqaddas bir mavjuddir. Va fikringiz bo'lganda ona deganingizda bir marta dunyoni muhabbatlari insonni ko'zini qarshisiga keladi. Ona deganda odam bir marta ehsosi oromish etadi. Bu yüzden ona tilda suhbat etish insonni huviyatini tazmin etish va insonni tilini va shaxsiyatini tazmin qilishdir. Ona tilda so'zlash aslida o'tgan shaxsiyatlarimizda arvohlarni shod etish va ona tilda so'zlash aslida tariximizni toza qilish va tariximizga saygı duyish va tariximizga ehtirom etishdir. Bu yüzden tamoman hamqatorlarimdan, yigitlardan va tamoman adib, shoir, navisinda bulardan istaymanki ona tilimizni rivojlantirish uchun kecha kunduz